Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizlar bilan Allohning go'zal ism-sifatlaridan biri bo'lgan Al-Quddus ismining ma'nosini o'rganamiz. Allohning Al-Quddus ismining ma'nosi barcha aybu nuqsonlardan va noloyiq sifatlardan mutlaq pokzot degan ma'noni anglatadi. Ushbu ism Qur'oni Karimda 2 o'rinda Hashr surasining 23-oyati hamda Juma surasining 1-oyatida kelgan. Oysha radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ruku va sajdalarida Subbuhun quddusur Robbul malaikati va ruh, u pokdir, quddusdir, farishtalar va ruhning, ya'ni Jabroilning Robbidir der edilar. Imom Muslim, Abu Dovud va Nasai rivoyati. Demak, Al-Quddus sifati avvalo mutlaq pok degan ma'noni anglatar ekan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.